Assalamualaikum aziz qarindoshlar, savatdoshlar. Hozir vaqtimiz xayrli olsun. Bugun so'zlaydigan darsimiz yana harflardan bugun yapon tilining harflarini oxirlashtiramiz. Shundan harfni o'rganib olgan bo'lamiz. Katagana qismida azroq to'xtalmadim. Ya'ni u uchirganda to'xtalaman. So'ng hozir biz katagana degan bor ekan. Qanday oxir o'rganamiz endi. Biz hiragana qismini ravur degan sani bo'ldi, qolganini o'rganamiz. Birinchi qitimliq darsimizda nima so'zlagan to'q? Harflarning hiragana qismi 20 dakikadan so'zlagan to'q. Shuna ama mushu hozir ko'rib turayotganimiz shu. Ya'ni adını tatib no'g'vag'chi ne degan to'q. Uni keyin so'zliklarni o'rgangan to'q, qanota degan san degan gap. Degan gap. Oki deganlar yo'g'an, buyuk deganlar, inay degan yo'q degan gaplar. Bulan o'rgangan to'q. Endi ikkinchi qitimliq darsimizda nima o'rgangan to'q? Yani hiragana qismini harflarni o'rgangan to'q. Buningda yani harf ayızlık qatgan şendagi degandim men hadan boshlab o'g vaqchi ya'ni wo degan vaqchi o'rgangan. Bulardan so'zlikni o'rgangan to'q xana degan gul degan gap, hito degan odam degan gap, mukashi degan gap, burunqi degan gaplar degandik. Uni keyin oxirida in degan bir harflar tushgan. In oxirida odatda so'zlarning oxiri qo'shildi. Ammo o'z yolg'iz kelib hech qanday bir ma'no bildirmaydi. Onun kendin neymiş bulan başkalar mana bildirgan sözler var mı dep koşan mümkün. Ba ayrı mana bildirgan sözler var. Mesela mu degan gap ayrı mana bildirgan söz. Mi degan ayrı mana sözün ayrı mana bildirdi. Yani başkalar ba degan gap. Şimdi he deganlar mu ayrı mana bildirgan ayrı mana bildir yani ayrı manası var sözler. Ama in degan her qanday bir ayrı mana bildirmeydi, faqat bir qo'shimcha axir qo'shilgan. Shu ishlarni qilsang bo'ldi. Uni keyin bizga o'rgangan darsimiz qaysi bo'lsanglar. Yani yana hiragana qismini mushu vaqtda ikki darsimizda nimalarni o'rgangan to'q. Yani hiragana qisminiki taq harflarini o'rgangan to'q. Yani yapon tili niki taq harflarini o'rgangan. Masalan a, i, o, u degandek taq harflar. Endi qo'shma harflar bor degan. Yani yaponchada qo'shma harflar bor. Masalan xitoychada yunmu degan bir gap bor deyman. Men xitoycha qilmayman-chi, shu oliy maktabda 5 yil o'qish jarayonida inechki degan bilan talroq, HSK inechki degan bilan tal. Aslında ütep olmagan için her ketim bergen bu. Ütepmegan. Endi hiragana yani yapınçı harflarning mı yani nimasi bor? Qo'shma harflari bor. Qo'shma harflari mushular bor. Uning kendin yani ustiga chek turilganlari bor emasmi? Sen kana ustiga chek tursak nim bo'ldi? Ga bo'ldi. Aslında o'rganda kino ustiga chek qo'ysak nim bo'ldi? Gi bo'ldi. Kino ustiga chek qo'ysak nim bo'ldi? G bo'ldi degandek. Endi xana ustiga chek qo'ysak ba bo'ladi. Cho'g'ilmacha yani chambar kichik chambar qo'ysak nima bo'ladi? Pa bo'ladi degan. O'rgandik shunami? Endi bu qo'shma harflarning aslında ustiga chek qo'yilganlari bor degan. Ma'lum chek qo'ymagan holatlar degan. Chek qo'ymagan holatlarni bir ko'rishinglar. Endi kiga ya harfi qo'shildi. Bu ya harfi ammo yozgan vaqtda kichik yozildi. Buning mushu ko'rab turgan altini bor emasmi? Mushu ko'rab turgan altında bu kichik yozildi. Hargiz bu oldidagi harf bilan teng yozilib qolmaydi. Agar oldidagi harf bilan teng yozilib qolsanglar, ikki harf ifodalab qoldi. Masalan, ki ya deb o'qilib qoldi. Manimcha kiya deb o'qildi. Kiya. Yani bir harfdek muomala qilindi. Bir harfdek muomala qilindi. Amaliyotda ikki harf. Ammo bu bir harf vakillik qildi. Agar bu keyindagi ya harfi emasmi? Masalan, kiya degandagi keyindagi ya harfini aşı yani teng yozib qo'ysakchi, bu ki bilan teng yozib qo'ysak, hammasini o'xshash bu yalam emas, hammasini yo deganlar. Hammasini o'xshash. Ashni teng yozib qo'ysak, ikki harf vakillik qildi, xato bo'lib qoldi. Kiya degan ma'noni bildiramiz desak. Şuna kichik yoziladi, 11-ga kichik yoziladi. 11 yana harfning o'ttirisidan tön alat yozsa bo'ldi endi. Bek tönlabga kichik yozsa bo'lmaydi. O'ttir harfning o'ttirisidan yani yerimidan yoziladi endi. Qoldagi harfninki yerimas kichiklik yozsanglar to'g'ri chiqaverdi endi. Kiya. Endi bu kiga kichik yani qo'ysak kiya bo'ldi endi. Kiga kichik yu harfini qo'ysakchi ki bo'ldi endi. Q. Endi kiga kichik yo harfini qo'ysakchi Q bo'ldi endi. Q. Uni keyin shi harfi bor. Shi harfiga yani qo'ysak nima bo'ldi ekan? Shia deymiz, hargiz buni shah deymiz. Sha deymiz.
Şa. Şa. Şarpıdaki şa. Şa tuttuk şa. Şa dep aş harfini çıkarsan to'g'ri bo'laverdi. Endi şi harfiga kichik yani qo'shsak şa bo'ldi. Bu şi harfi dek alaydirki çi bilen şi harfi alaydir. Şa ani şiga yuni qo'shsakchi ma şa bo'lganda ekan bu shu bo'ldi degan gap yuni qo'shsak. Shu ma sho'te ma jo'da bezilib qolibdi vallahi ma. Ma uchinchi qarasanglar şi harfiga yo'ni qo'shsakchi sho bo'ladi ma jo'y ezilib qolibdi xabarmaysizlar. Sho deb ko'ryapsizlar. Sho, 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 sho bu. Sho'rika deb qo'yamiz, sho'rika deb. Aniqlanadi. Sho degan sho'rliq deyiladi, bak, sho'rliq yer degan sho'rliq. Ashnadagi sho deb bash talaffuz qilsang chiqadi, to'g'ri chiqadi. Ma shu degancha ana shu, shu degandek shu harflar to'g'ri chiqasizmi? Ashna chiqasang to'g'ri bo'laveradi. Lekin sha, shu, sho. Endi chi harfi keldik. Chi harfiga kichik yani qo'shsak cha bo'ldi. Kichik harfi chiya demaymiz, cha deb qo'yamiz. Cha, cha. Endi chi harfiga yo'ni qo'shsakchi chu bo'ldi. Chu, 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 senchu, uchu, muchudek chu. Endi chi harfiga yo'ni qo'shsakchi cho, 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 cho deymiz. Cho, cho'ng degandek cho. O bilan de cho'ng. Cho'ng ya'ni cho. Onun keyin endi ni harfi keldik. Ni harfini bilsang o'zing qo'ygan. Nihondagi ni, bir ikkidagi ni, bir deganda ichi deymiz, ikki deganda ni deymiz. Mush yalg'izlar ni keldi. Ni o'z ikki degan ma'nosi bo'ldi. Endi bu niga yana qo'shsak nima bo'ldi ekan? Niya deymiz. Niya. Hargiz buni na demaymiz, niya. Chunki na deyishdan burun na ba biz o'rganib qo'ygan na. Endi yo'qlar nimati? Sha yo'qdi, cha yo'qdi. Şu yoklarını muşunda koşap bezip, üstü çik turup bezip, üstü peş çölümü çember koyup bezip kılıvatkan gel. Bağlarını yüzdet koyabilirim. Ni ba ya yani na demeyiz bunu. Niya deyimiz. Niya küçük yanı koysak niya oldu. Niya. Niya. Yani yunu koysak küçük yunu koysak niu oldu deyimiz. Niu. Niu. Yunu koysak niyo. 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 Endi hiymişum. Hiyi kichik yana qo'shsak hiya deb bo'ldi. Bu hargiz ha bo'lmaydi. Chunki ha degan ba degan gap. Shuni hiya, hiya, hiya. Hiyiga kichik yana qo'shsakchi hiyu, 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 hiyu deymiz. Endi hiyiga kichik yana qo'shsakchi hiyo, 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 hiyo. Mush uyg'urcha yezilish bo'yicha o'qisanglar to'g'ri talaffuz qilgan bo'lasiz. Men buning so'zliklarini berib qo'ydim. Endi ma she ma yu nim bo'ldi shu 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 deymiz shumi shumi deymiz shumi deymiz bu qiziqish degan qiziqish havas amroq degan ma'nolar bor. Masalan anatano shumi va nandeska deb so'raydigan vaqt kelgan. Anatano shumi va nandeska desnemiz shumi degan qiziqish, anata degan sen, anata no degan nang degan gapdi, anata no shumi degan qiziqishgan, va degan bo'lsati, nandeska degan o'rgangan to'q, shuni hozir o'rganamiz. Nandeska degan gap nan degan nima degan gap. Nani deska desam bo'ldi. Nandeska. Uni keyin o'rganamiz. Nandeska degan gap nima degan gap. Sening qiziqishing bo'lsa nima deb so'raydi degan gap. Masalan, mening qiziqishim bo'lsa suv uzish, mening qiziqishim bo'lsa to'p o'ynash, mening qiziqishim bo'lsa mashina haydash, mening qiziqishim bo'lsa rasmga tortish, rasmga chizish degandek unda emas, bu deyverdi endi. Endi ikkinchi so'z nima ekan? Kyo iko. Ki yo nima bo'ldi? Kyo bo'ldi. Kyo. Kiga yo'ni qo'shdik, kyo bo'ldi. Birinchi ustida qilsang ki yo kyo bo'ldi. Tushunami? Endi kyo yana bir u bor. Endi bir kyoni bir so'zaymiz deyinga, bir bildik so'zaymiz. Kyo u kyo deymiz. Kyo deb to'xtab qolmay yana bir bildik so'z aytamiz. Kyo to'xtab qoldi. Endi u bo'lganlik uchun kyo u'g'mal taraf qilamiz. Kyo iku degan ma'arif degan gap. Kyo iku ma'arif. Masalan, ma'arif instituti degan neyimiz? Kyo iku gakubu deymiz. Kyo iku gakubu deymiz.
Marif instituti. Endi Marif universiteti degeni emas, Kyoiku Daigaku deymiz. Kyoiku Daigaku. Buniki Kyushu deganni bilasizlar, Yaponiyaning Kyushu degan bir yeri bor. Shunga Kyo bilan Shu ikkisi bo'lib chiqqan, ana shu keltirib o'shaga yetibadimi? Kyu, Shu deymiz. Kyu, Ki, Yu. Bo'lsa nima bo'ldi? Kyu bo'ldi. U o'g'illik uchun bir baldaq so'z aytamiz. Kyu bo'ldi. Endi Shuga Yu'ni qo'shsak nima bo'ldi? Shu bo'ldi. U o'g'illik uchun Shu bo'ldi. Shu, Kyushu, Kyushu, Kyushu. Kyushu degan gap mana shu yerning ismi. Hop, Hiroshimaningki qo'shni shaharning ismi. Men turayotgan yerga kelib endi jiroq. Qilishroq. Shashin. Shiga yana qo'shsak nima bo'ldi? Sha bo'ladi mana yerda bor. Shiga kichkani qo'shsak sha bo'ladi. Shashin. 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 Endi men bu gap chiqdi. Riga yo'ni qo'shsak Ryu bo'ladi. Ryu. Buni o'rganmadik-a? O'rganmasak-mi? Ryugakusei. Ryugakusei. Bu chet ellik o'quvchi degan gap, chet ellik o'quvchi. Meyda yana birisi bor. Chugakku deydigan. Shogakku. Ko'rinmadi, sizlar ko'rinmagan. Eng ostidagi so'z Shogakku degan gap, Shogakku. Chugakku. Chugakku degan nima? Men xato yozib Chugakku o'rta maktab bolalar. O'rta maktab. Chugakku. 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 Gakku degan gap o'qul, maktab degan. Chugakku bo'lsa, chu degan gap boshlang'ich, o'rta degan gap, o'rta. Xitoychadagi jongshu degan gap bor. Ashnamda jong deganni chu deydi. Chugakku. Chugakku. Shu deganni gakku deydi. Chugakku. Menga o'rta maktab, men boshlang'ich deb yozib qo'ydim, xato yozib qo'ydim. Boshlang'ich degan emas, boshlang'ich deganni shougaku deymiz. Masalan, shou bor-ku menda, shou. Shougaku deymiz. Shougaku. Bu boshlang'ich, shou degan gap boshlang'ich, dastlab degan gap. Gaku, maktab, o'qul degan gap. Dastlabki o'qul degan gap. Dastlabki maktab degan gap. Boshlang'ich degan gap. Mana shu chu degan o'rta maktab degan gap. Chu. Endi to'liq nima deymiz? To'liq o'rtani, to'liqsiz, to'liq o'rta degan gaplar bor-ku. To'liq o'rtani ko deymiz. Ko, ya'ni ko'ba, uning kendan u, yana ko'va, yana u. Ya'ni ko deydi. Ko. Bu to'liq o'rta degan gap, to'liq o'rta. Shunga bugun o'rganganimiz qo'shma hiraganalar. Bundan kiya, kendiki men nima qilib qolgan deb qo'yman, bu shu hiragana qismi buniki. Bu kiya deganda qo'shma harflarning hiragana qismi. Katagana qismi. Katagana. Hozirgi unutganimiz hammasi hiragana, katagana deb o'tmadik. Katagana mush shaklda yozildi. Keyin eng oxir misol kiya hiragana, uni o'tirib pinyin yozib qo'ydim. Uni yana uyg'urcha o'qilish yozib qo'ydim. Oxir men bir xil turdi. Bular hammasi mushlarniki katagana qismi. Nima? Katagana qismi. Kiya degan ki deganlarni mana shunday yozamiz. Shuni men bir qitim o'qib, ikkinchi darsga o'tamiz. Kiya, Q, Kyo, sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, niu, nyo, hiya, hiu, hyo, shumi, kyoiko, kyushu, shashin, ryugakusei, chugaku, sei degan yozma. Endi bugun yana o'rganganimiz yana bir mazmun katagana qismini o'rganamiz. Katagana. Hiragana deb bosh yetib qoldi. Katagana qismini o'rganamiz. Katagana deganning shu yozish mush bo'ldi. Yana qarasanglar a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, ta,
시, 수, 세, 소, 타, 치, 츠, 테, 토, 나, 미, 누, 네, 노 deganlar. Mush odatda mush katagana mush qism bo'ldi. Kataganani mushni o'rgangandan keyin boshqalarni keyin vaqt kelganda o'rganamiz. Chunki buningda sen digital hiragana bo'lsa yoki shital yoki shital katagana chiqadi-chi. Uni o'rganib maqsad bo'ldi. Keyin yana so'zlar tuzityapman buning kataganani oxirgi qismini. Ammo bugun mushincha o'rganib chiqamiz. A A'ni bunday yozdik ekan. I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Mi, Mu, Ne, No. Bularni qanday vaqt so'zlasam, yapınca men deb aldığım bütün derslerimde deb ketdim. Katagana qismi faqat chetdan kelgan so'zlarga ishlatdim. Uni da qolsa endi alohida ta'kidlab qo'ygan so'zlarga ishlatdim. Alohida ta'kidlaydigan so'zlarga ishlatdim. Masalan, ilonlarda boshqalarning nimasini chekish uchun, diqqatini tortish uchun ba'zi katagana ishlatib qo'ygan ahvollar bor. Uni keyin jo'tsanglar, yaponchada aslida bor, ammo ishlatishni qolgan so'zlar bor. Ashlarning o'rniga shu nimani ishlatadi? Kataganani ishlatadi. Katagana ishlatadi. Ice. Ice deymiz, muz degan gap bu. Muz. Bu ko'proq nimalar qaratildi? Ice deb ice deymiz. Muz degan gap. Bu kanjisi bor, hiragana qismi bor. Hiraganasi bor, kanjisi bor. Ammo inglizcha ice degan ice, ya'ni muz deb ishlatadi. Ammo bu yaponlar ice degan gapni muz demay, nima deb ishlatadi? Muz qaymoq, to'ng'itib muz qaymoq, binjilin, bingur degandek bir nimalar bor-ku. Soğuk yemeklikler. Soğuk içimlik. Açlarının hamısını açlarına ice deydi. Ice deyse de muz dep düşünmüyorlar. Ice deyse hem muz kaymak depti o bingur depti, bincilin depti sandı. Şimdi Uygur deyen gep, madem Müslüm Uygur deyen manda yazıldı. U, I, Gu, ama Ku'nun üstüge şıkta çıktı koysak Gu oldu. Ku'nun üstüge şıkta çıktı koysak Gu oldu. Kataganası mı okşaş, hiraganası mı şıkta çıktı koysak Gu oldu. Gu, Ru. Ru deyen gep, Uygur katagana kısmı ama Uyguru deyen gep, Uygur deyen gep. Uyguru. Bununki chetdan kelgan so'z ham ism bog'liqsini ishlatadi. Uyguru. Endi karaoke. Karaoke degan gap bilsan, karaoke yana kirib arab chiqadigan, ya'ni naqsha o'ynab chiqadigan. Game degan bilsa, game degan o'yin degan gap. Game mo yana yaponcha game deydi. Game deb ataydi. Endi texto. T, ki, su, to. Texto deymiz. Texto. Mesela text degan gapni anglagan bu, endi Uyg'urcha text degan gaplar bor-ku. Inglizcha text degan gaplar bor-ku. Başni texto deymiz. Text ham ma'nosi o'sha text deymiz. Uni keyin kohi deymiz. Aslida kohi degan gap. Uni keyin seta degan gap. Jon pupayt degan gap. Jon pupayt, jon ko'ngilak yoki qiyinroq bo'lgan ko'ngilaklarni seta deymiz. Seta. Qishloq ko'ngilaklarni seta deymiz. Seta. Uni keyin Supa degan gap supermarket degan gap. Supermarket deb ingliz bor, supermarket deb. Ashniki supa degan gap tallavozir deb tushunsangiz, tallavozir. Tallavozirlikqa do'kondan cho'ng-cho'ng'u, tallavozir degan bir bozor. Supermarket degan tallavozir degan. Ashniki supa deymiz. Mavu siziqcha qaranglar bolalar. Siziqcha bu suzashning belgisi, bu boshqa ma'nosi yo'q. Mus siziqcha kelsa, bir bildek suzaydi ekanmiz deb tushunsangiz bo'ladi. Masalan, gemu degandan cho'q, gemu deganni gemu deymiz. Gemu. Geni bir bildek suzaymiz siziqcha olish uchun. Gemu. Macho se asli se bu. Deb suzaymiz. Ta deb suzaymiz. Chunki siziq bo'lganlik uchun suzab aytamiz. Kohi degandek. Hamma ashni suzab aytamiz endi. Endi supa. Bu boshqa gaplar
Ушундай bo'lgan so'ngda supa deb bo'lgan. Keyin o'zligidan so'zlab chiqadi-ku, supa, supa, supa dersan o'zligidan so'zlab chiqaveradi bu deydi. Supa. Endi siziq kelsa so'zlaydi ekanmiz, bir xildek so'zlaydi ekanmiz deb bilsam bo'ldi. Bo'ldi emsa bugunlik darsimiz musha tugaydi ekan. Qolganini kelar qatim darsimiz tugaydi. Bir qatim ko'raylik deb qo'yamiz. O'qiymiz mana. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No. Bo'ldi emsa kelar qatim darsimizgacha salomat bo'linglar. Xo'sh, agar darsni boshlag'i o'rganmoqchi bo'lgan qarindoshlar taqasini o'zlarini chiqarilib ishlatsanmi, darslik qilib ishlatsanmi bo'laverdi. Mendan haqsiz taqdirlagan dars. O'zim qilgan buniki foydalanish uchun ishlatsanmi bo'laverdi. Bo'lgancha kelar qatim darsimiz ko'rishaylik. Xo'sh.